Zaklopka 6 to'rli zaklopchniy apparat bilan uramiz. Bu ruchnoy varianti. Sizlar bilan ko'ramiz, qaranglar. Sal qiyinroq ekan, lekin bunda 1, 2, 3, 4, 5. Mana. 5 martada misol uchun ruchnoy qotirdik. Endi buni ko'ringlar, qanaqa oson. 1, 2, 3. Bo'ldi. Mana. Qaysi biri tez bo'ldi? Milwokimi yoki bo'lmasa ruchnoymi? Xullas, mana 2.4 dan 6.4 gacha bu 7 ni ham qilar ekan. 7 li zaklopchniy ham tushar ekan. Ruchnoyimizni ozgina qiynab qo'ydik. Mabodo 2 xil varianti. Bu ruchnoy narxi 163 ming so'm ekan. Mana ushlab turing yana. Mana qaranglar. Yana ruchnoyda qilib ko'ramiz. 1, 2, 3. O, 3 ta ham bo'ldi. O'rganib qoldi. Tezroq qilamiz. Endi mana bundan hozir tasavvur qilinglar. Qo'ydinglar. Bo'ldi, olib tashlaysizlar sirasi. Qaranglar zaklopkani tezligini. Qaysi biri sizlarga yoqdi? Fikringlarni qoldiringlar. Milwaukee yoki bo'lmasam Fit.